ozgina obzor qilamiz. Mana u juvona moda. Juvona parlarini mana tashayapti, tulayapti endi. Oyoqlar baland, uzun, bo'yni uzun. Kalla tumshuq, hamma yo'g'i joyida. Stoyka, figura bor. Shu kaptarda nech pulga olganimni aytmayman, lekin arzonga olib qo'ydim bozordan mana. Mana shu kaptar. Kuzga bir tulovdan keyin rosa zo'r kaptar bo'ladi mana shu. Juvona moda. Juvonalikdan chiqayotgan kaptar. Qanotlar ajrab turibdi mana. Qanotlar alohida ajrab turibdi mana. Oldi ko'rinish mana. Qanotlar ajragan. Stoyka, figura, kalla tumshuq, hamma yo'g'i joyida. Bu yana hali rosa o'zgaradi bu. Bir tulovdan keyin rosa zo'r kaptar bo'ladi bu. Shu mana u narga moslab oldim. Nardi ham urug'i toza urug'. Shun bilan Xudo xolasa bolani kelishtirib zo'r qilib chiqarib beradi deb ishonaman. Xudo xolasa. Mana turishini qarang. Mana. Hamma yo'g'i joyida. Hali bu rosa kuzgi tulovdan keyin o'zgarib ketadi bu. Qanotlar ham mana yelkadan ajrab turadi. Mana. Tumshuqlari ham yana ham tortiladi. Kalta tumshuq bo'ladi bu. Umuman boshqa kaptar bo'ladi. Bundan ham zo'r bo'ladi. Shu kaptarni bozordan arzonga olib qo'ydim. Nech pulga olganimni aytmayman, lekin arzon oldim. Ashim bilan, o'g'lonlar bilan parlandi. Shu narga ham hech modalari yoqmayapti. Shu modani olib kelib tashadim. Bir martada juplashdi, bosib qo'ydi. O'zi ham yomon pishiq kaptar ekan, mana shu juvona. Chiqib devorga chiqib ketdi, olib kelib tashay, qanoti qirqig'i ekan. 3 metr deb tashab qo'ysam chiqib ketib qoldi. Yaxshi, ana u nar bosib qo'ygani foyda bo'lgan ekan. Keyin u yoqqa bo'ylanib ketaman qildi-yu. Keyin narda ko'rib turib tushdi qaytib. Ushab yaxshiroq qirqib qo'ydim buni. Ilgari shunaqa
kaptarlar bo'lardi. Pishiq kaptarlar. Mana shu 1 yilda ham qaytib kelgan kaptarlarimiz bo'lgan. Uzoq yillardan 1 yil o'tib qaytib kelgan, qanoti qirqiq qaytib kelgan, tochkadan tushgan, tochkadan. Shunaqa kaptarlar bo'lgan. Bu ham mana shunaqa uchadigan kaptar. Lekin qoni toza. Xudo xohlasa zot bolalar beradi mana shular ikkovi. Mana shu nari ham. Modani ko'zlari ham boshqacha buni. Katta ko'zlari ham. Xohlasa kuzgacha ko'payib qolsa shulardan yaxshi bola berish kerak, xudo xohlasa. Qani vaqt ko'rsatadi endi. Bozorga ham mana shunaqa kaptarlar chiqib qoladi, biroq mensimaydi. Shunaqa kaptarlar zot bola beradi. Chunki bularning urug'i toza. Ko'zga ko'rinmagan kaptarni olib kelasiz. To'g'ri parlab qolsangiz, zotida eng kuchlilarini berib yuboradi, bolalarida chiqarib yuboradi. O'tgan safar ham bitta parlab oldim, bir juft 2 dona bola berdi. Saqlab qola olmadi. Ikkovi, bittasi o'zimda o'ldi, bittasini oshnamga berdim. Oshnamda mana shunaqa qizil patlarini tashayotgan paytda har juvonlarga kasal tegib o'lib ketdi. U ham o'lib qoldi. Mana shu boshqacha, unaqa kaptar ko'rmagan edim. Mana shunaqa yakka tuxumdan chiqqan edi. Ikkovi ham moda chiqqan edi. 1,5 oyligida o'ldi birinchisi. Ikkinchisi o'sha 4 oyligida o'ldi-da. Kasal tegib. Unaqa kaptar ko'rmaganim. Mana shu zotida eng kuchlilariga tortib yubordi-da. Par tushib qolsa mana shunaqa beraveradi kaptar. Bo'lib ham yakka tuxumdan chiqqan edi. Ulardan ham Xudo xohlasa bir yil umid bor endi. Mana shu ikkovidan chiqib qoladi, Xudo xohlasa.